Hammaga assalomu alaykum. Qasr ko'rinyaptimi akalar? Sizlarga zo'r uchta voqeat beraman. Qani boshladik. Hozir mana shu yo'ldan o'tib olay. Erta to'lib o'tib olmasam, mana tez keladi-da mashinalar. O'tib oldim. Bir o'g'ri bola kechqurunda mahallada ketyapsa, bir uyga ko'zi tushib oladi va devoridan oshib tushib o'g'irlik qilishda harakatini qiladi. Bola o'g'irlikka oshib tushganda uyning ichida egasini iti bo'ladi. It o'g'ri bolani quvlab burchakka qisib olib borib qo'yib, uyning egasi qaytib kelguncha g'irillab uni ushlab turadi. Uyda egasi qaytib kelsa, uyda o'g'rini it ushlab olgan bo'ladi. Shu bilan politsiyaga telefon qiladi, chaqiradi, polis kelib turib, uyda egasiga nimaga itingni baylab qo'ymading deb turib, shtraf soladi. Ha bu o'g'irlikka tushdi desa, u keyingi masala. Buni tishlab olganda nima bo'lardi deydi. Ikkinchi vaziyat. Bir o'g'ri bola bunday qarasa, bittasini portichkasi ochiq bo'ladi. Shundan tushaman o'g'irlikka deb portichkadan o'tayotib, belidan qisilib oladi. Uyda egasi 2 soatmi, 3 soatmi, 4 soatmi qaytib kelgandan keyin qarasa, portichkada bittasi osilib yotibdi. Qarasa o'g'ri. Nima keldi? O'g'irlikka keldi. Polis chaqiradi, polisga vaziyatni tushuntiradi. Kelguncha ham portichkadan sug'urib olmaydi. Polis kelib deylar, nimaga buni sen sug'urib olmading men kelguncha deb turib, uyda egasiga shtraf soladi. Bu o'g'irlikka tushib desa, u keyingi masala deydi. Bu yerda turib, osilib biron narsa bo'lib qolsa nima bo'lardi deydi. Endi uchinchi vaziyatni qaranglar. Bir bola fermaga ishlagani keladi. İşlab viza tugagandan keyin qaytib ketish kerak, ketmaydi-da, mana shu yerda ishlab qoladi. Turkmi yoki misrliklardimi restoranda haftasiga $500 idish tovoq yuvib, arzon pulga 10-12 soat ishlab yurgan bo'ladi. Keyin 3-4 oy ishlagandan keyin bu bolaga pulni bermasdan bor damingni ol deb haydashib yuboradi. Meni pulim nima bo'ladi deydi. Desa sen nelegalsan, hujjating yo'q deydi. Polisga shikoyat qila olmaysan deydi. Bu yoqqa yuradi, bu yoqqa yuradi, nima qilishini bilmay yurib, o'zimiz tarafli bolalar markaziy Osiyolik. Yurib keyin bir rus bolasi bilan tanishib qoladi vokzalda. Vaziyatni aytadi, rus bolasi yur polisga shikoyat qilamiz. Meni hujjatlarim yo'q desa qo'yaver, kerak emas deb polisga borib shikoyat qiladi, vaziyatni tushuntiradi. Polis bilan birga shu restoranga boradi, haqini undirgan. Ber pulni desa, buni hujjatlari yo'q, shuning uchun bermayapman desa, sen buni ishlatdingmi deydi, ishlatdim. Ishlatgan bo'lsa, sen pulini ber deydi. Buni hujjatlari yo'qligi, bu yerda noqonuniy yurgani keyingi masala deydi. Birinchi inson huquqlari deydi. O'g'ri bilan bo'lgan vaziyatda ham, bu bola bilan bo'lgan vaziyatda ham hujjati bor yo'qligidan nima ish qilishdan qat'iy nazar inson huquqlari, sog'lik, salomatligi birinchi o'rin bo'lish kerak ekanda. Fikringlarni yozib qo'yasizlar endi mana. Salomat olasizlar.